Assalomu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush kelibsizlar. Men Muhammad Azat. Bugun juma. Tövəndəki xabarlarımızın təfsilatı bo'lsin. Xitoy energiya xabarlari to'g'ridan 5-ayning 10-kundagi xabarda bildirilishicha, Xitoy Markaziy komiteti siyosiy byurosi doimiy komitetining a'zosi. Xitoy bosh ministri Li Qiang 7-maydan 9-maygacha Sharq Turkistonning ko'p qism joylarini ziyorat qilgan. Li Qiang ziyorat jarayonida atalmish Xinjiang Ipak yo'li iqtisodiy belbog'ining yadroliq rayonining qurilishini ilgari surishda intayin muhim rol o'ynaydi. Bu Ipak yo'li iqtisodiy belbog'i Xitoy o'lkalari va O'rta Osiyo davlatlarini o'zaro tutashtirib, iqtisodiy va savdo hamkorlikni cho'nqurlashtirish va echib etishda oltin ko'rik rolini to'liq joriy qildirdi. Bu rayonning Xitoy-Yevropa yuk poyezining asosliq markazi bo'lish iqtidorini texnik yuqori ko'tarish va eng yaxshi sanoat ekologiyasi barpo qilish kerak degan. Li Qiang yana tekshirish jarayonida Xitoyning Sharq Turkistonda viza siyosati yo'lga qo'yilgandan buyon Sharq Turkistonga kelgan chet ellik ziyoratchilarning sonining ko'rinarli oshganligini bilgandan keyin u xalqaro almashtirishni davomli kuchaytirib, savdo sanoat, madaniyat, sayohat, ma'rif qatorliq sohalarda o'zaro almashtirishni texnik kengaytirish kerakligini. Xitoyning davolash, yemaklik, energiya boyligi, muhim sanoat va ta'minlash zanjirining bexatarligiga texnik yaxshi kafolatlik qilish uchun Xitoy Sharq Turkiston O'rta Osiyo orasidagi hamkorlikni texnik cho'nqurlashtirish kerakligini, energiya, ko'mir, ximiyalik buyumlar qatorliq alohida va afzal kasblarni kuchab taraqqiy qildirishning lozimligini. Bunda qilishning Xitoy davlatining umumiy taraqqiyotiga texnik ko'p foyda kelganligini alohida ta'kidlagan. Xitoy to'g'ridan 5-ayning 9-kundagi xabarda deyilishicha, Beijing Chet el tili universiteti chet ellik o'quvchilarning madaniyat almashtirish va o'rganish bahonasi bilan 4-ayning 26-kundan 30-kunigacha Sharq Turkistonni ziyorat qildirgan. Xitoy hukumati tashkil qilgan o'quvchilarning ziyoratiga Qozog'iston, Janubiy Koreya, Qirg'iziston, Kamerun, Malayziya, Nigeriya va Polsha qatorliq davlatlardan kelgan o'quvchilar qatnashgan. Bu ziyorat gruppasi Urumchi xalqaro cho'ng bozori va Ipak yo'li muzeyi, atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik muzeyi, atalmish Xinjiang universiteti va Xinjiang pedagogik instituti, atalmish Xinjiang madaniyat sayohati raqamli ko'rgazma markazi va boshqa joylarni ziyorat qilgan. Analizchilarning deyishicha, Xitoy bu o'quvchilarni ziyorat qildirish orqali atalmish Xinjiangning tarixiy, madaniyati, milliy urf-odati, atalmish zamonaviylashgan muvaffaqiyatlarni ko'ptirib tashviq qilib, Sharq Turkistonning haqiqiy ahvolini burmilab tushuntirib, bu o'quvchilarni o'zining Sharq Turkistonda o'tkazgan jinoyatlarni yopishga sherik qilishni maqsad qilgan ekan. Xitoy Davlat to'g'ridan 5-ayning 9-kundagi xabari. Atalmish Xinjiang temir yo'l tarmoqlaridan egilishicha, 2024-yil 1-oydan 4-oygacha atalmish Xinjiang temir yo'li 53 million 810 ming tonna ko'mir to'shigan bo'lib, o'xshash mezgildagidan 21% oshgan. Buning ichida atalmish Xinjiangning ko'mirni sirtqi to'shish miqdori 28 million tonnadan oshib, o'xshash mezgildagidan 52% oshgan. Xitoyning deyishicha, Xitoy ülkelerining ko'mir transportiga bo'lgan kuchli ehtiyojiga taqobil turish uchun Xitoy temir yo'l tarmoqlari Sharq Turkistonning temir yo'ldan to'liq foydalanib, ko'mirning poyezdlarga tez yuklanishi va tez to'shilishiga kafolat qilgan. Shuning bilan birga Xitoy ülkelerini ko'mir bilan ta'minlashni texnik kuchaytirish uchun bir qism ashyo obort shirkatlari bilan hamkorlashib, Gansu, Ningxia va boshqa joylarda ko'mir saqlash va to'shish bazasi qurgan. Xitoy 2024-yil Sharq Turkistonda davlatlik cho'ng ko'mir ta'minlash bazasi qurishda yangi saviyaga yetgan bo'lib, Sharq Turkistonning Jo'nxar o'ymonligi va Qumul rayonlarida 100 million tonnalik ikki cho'ng ko'mir ishlab chiqarish bazasi qurgan. Xitoy davlatlik statistika idorasining sonliq ma'lumotlariga qaraganda, bu yil 1-oydan 4-oygacha Sharq Turkistonning xom ko'mir ishlab chiqarish miqdori 120 million tonnadan oshib, o'xshash mezgildagidan 7.7% oshgan. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.